Bu qatiqlashni tayyorlashlaringdan oldin tayyor bo'lib turinglar. Maqtovlarni tagida qolib ketasizlar o'zi ham. Qatiqlash tayyorlaymiz bugun. Yaqinlaring bu ovqat ichib ko'rsa o'zi ham qayta tug'ilgan deb bo'ladi. Men oldiga yana pirojkicha qovurdim. Kartoshkali, sosiskali. Pirojkini retsepti уже chiqarganman, bemalol ko'rib ko'rsalaring bo'ladi. Tak, ketdik. Bizga bir dona piyoz kerak bo'ladi. Go'sht kerak bo'ladi. Go'shtni mayda qilib to'g'rab olamiz. Men go'shtni uncha yaxshi ko'rmayman, o'shaning uchun juda ko'p solganim yo'q. Kichkina ikkita bo'libcha soldim, lekin necha grammligini bilmayman. Mosh, guruch, no'xat oldindan o'tilgan. Men no'xatni o'tib morezilkaga solib qo'yaman. Bu paytda olib ishlataveraman. Chakki kerak bo'ladi, suzma. Va yana eng keraklisi yaxshi kayfiyat. Обязательно kerak bo'ladi. Har doim mehr bilan qilish kerak. Qozonimizni gazga qo'yib olamiz, moy solamiz ichiga. Birinchi o'rinda go'sht. 5 minutcha go'shtimizni qovurib olamiz, sal qizarguncha. Orqasidan keyin piyozni tashlaymiz. Piyoz ham sal shu rumyoni holiga kelgandan keyin men bu yerda sovuq suvda tayyorlab qo'ydim. No'xatni ham sovurdim. No'xat pishish qiyin-ku, o'shaning uchun ustidan suv solib yarim soat qaynagandan keyin men moshni solaman. Tomat, pomidor, bolgarskiy hech narsa kerak emas. Pripravadan kim xohlagan narsasini men bitta galina blanka soldim, keyin ozroqgina priprava, tuz soldim. Sho'rvachamiz yarim soat qaynagandan keyin ozroqgina kosacha bo'lib qo'yamiz, chakkaga aralashtirish uchun. Kimlardir chakka deydi, kimlardir suzma deydi. Biz ikkalasini ham aytaveramiz, qaysi biri to'g'ri kelib qolsa. Sho'rvachamiz sal sovigandan keyin chakkani solib shunaqa bir xil massa bo'lguncha aralashtiramiz. Ketiga shu yarim soat 40 minutdan keyin men moshni sovurdim. Mosh sal ochilgandan keyin guruchni soldim orqasidan. Sho'rvachamizni yaxshilab sovutishimiz kerak. Issiq sho'rvaga hech qachon solmanglar, boyagi aytib o'tganimdek chirib ketadi chunki. Keyin quritilgan rayhonni soldim men. Keyin vinchikda bir xil massa bo'lguncha yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Bu lekin ovqatni isitib yemaydi, shu yaqtikkina ketadi. Bu xolodilnikka solib qo'yasizlar. Ovqatdan oldin yarim kosa urvasalaring ham ichni tozalaydi. Bu pishishlarni so'radi, iltimos shu retseptni chiqaring deb saruvchini chiqardim, bilsalaring bilarsizlar.